Operatsiya bo'lgunga qadar menda doimiy to'xtovsiz bosh og'rig'i, kuchli payt kuchayib ketardi va burundan doimiy nafas olmaslik, og'zimdan nafas olish shikoyatlari bor edi. Operatsiyagacha menda qo'rquv bor edi, chunki og'risa kerak deb o'yladim, lekin hech qanaqa og'riq, operatsiyadan keyin ham deyarli og'riqlar bo'lmadi, hammasi yaxshi o'tdi ko'ngildagidek. O'zgarish katta, rahmat kattakon. Deyarli nafas olmagan ekanman shu paytgacha, hozir shuni his qildim. Xuddi endi o'rganish qiyin bo'lyapti, chunki juda ham chuqur nafas kiryapti. Albatta men agar kimda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, men 100% Peshtagan tavsiya qilaman, bemalol ishonib kelishsa bo'ladi. Bizda yana bir natija, demak bemorimiz 11 yil davomida burun bitishi, tez o'sha bosh og'riqlari shikoyati bilan keldilar. Ko'rganimizda burun to'siqlarida qiyshiqlik, chanoqlardagi hipertrofiya aniqlandi. Qiyshiqlik shu darajada ediki, hattoki mana shu o'ng tomonda yopib qo'yib, mana chanoqni ko'rishimiz mumkin. Buni kuydirmaganmiz, lekin shu o'zini holati, ya'ni kichraytirib tashlagan. O'ng tomon to'liq blok deydi bularda. Hatto o'sha uzoq vaqt og'iz ochib uxlaganlarning hisobidan jag' sistemasiga ham ta'sir qilgan, ya'ni jag'lari oldinga chiqib ketgan va shuni hisobidan 1 yil avval brek qilinadi. 10 kunlik natija burun to'siqlari tekis turibdi, chanoqlar korreksiya qilingan, burundan nafas olishlari tiklandi. Xudo xolasa bemorimizda bu yog'iga burun bitishlar, bosh og'riqli shikoyatlar bo'lmaydi.